suymaslik nimaga olib keladi? Shamollab qolishimizga olib keladi. Noto'g'ri o'tirish darsda, hattoki noto'g'ri o'tirish o'quvchilar bizni sog'lom bo'lishimizga xalaqit qiladi. Sababi bizning orqa bag'onamiz nima qilar ekan? Qiyshayib, bizning gaplarimiz tik turmasdan qiyshayib o'sar ekan. Chunki siz xuddiki daraxt ko'chaga nihol ekanmizki, xuddi ana shu nihol kabisiz. Tushundingizmi bolajonlar? Yana yoshiga mos bo'lmagan kontentni ko'rish. Chunki yoshingizga mos bo'lmagan filmlar yoki nimalarni ko'rsangiz o'quvchilar, siz asabiy bo'lib qolishingiz mumkin. Sizga u salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin ekan. Tushungan o'quvchilar? Yaxshi. Endi harakat qilganda ana quvnoq bo'lar ekan, yurak kuchli ishlar ekan. Tanamizda qon aylanish ham yaxshilanadigan o'quvchilar. Shuning uchun doim biz harakatda bo'lishimiz kerak ekan, to'xtab qolmasligimiz kerak ekan.